Lekin Farg'ona shahar Zinat uy-joy savdoni kuzatib boruvchi aziz obunachilarim, sizlarga chiroyli hududlardan fayziy joylarda obzorini ko'rsatishga harakat qilib boraveramiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar Polvon shashlik yaqinida do'stlar. 3 sotiq, 2 qavatlik, 5 ta xonasi bor. Sanuzel hojatxonalari alohida 100% pishig'ishda qurilgan, katta yo'lda bo'yida joylashganligini hisobiga maktab, xususiy bog'cha yoki qanaqadir klinika, undan tashqari choyxona, oshxona qilsa bo'ladigan zo'r joyda sizlar bilan birgalikda obzorini ko'rib chiqamiz. Videoni shoshmasdan oxirigacha ko'ring. Narxlarni video so'ngida aytaman. Kanalga obuna bo'lasiz va videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Do'stlar, endi biz xonadonga kirib oldik, chiroyli sayohat qilamiz. Qarang do'stlar, bir narsaga e'tibor bering, katta yo'lda bo'yida joylashgan, gazi, suvi, sveti, kanalizatsiyasidan muammo yo'q. 100% pishig'ishda qurilgan. Narxi $150 ming baho so'ralyapti. Kelishiladigan joy bor. Do'stlar, bu joy to'g'rirog'i o'sha tadbirkor akalarimizga, biznesmen akalarimizga ataladi. Sababi bu joydan umumiy foydalanish kerak. Sababi uyimizning oldi tomonida ham darvozasi bor, orqa tomondan ham darvoza ochsangiz bo'ladi. Sababi biznesingizni boshlasangiz juda ham zo'r joy. Ketdik endi sizlar bilan birgalikda uyga chiroyli sayohat qilamiz. Qarang, hovli qismini ko'rib turibsiz. To'rtburchak ixcham joy. Xohlasangiz choyxona, xohlasangiz bog'cha, o'zingizga moslab olaverasiz. Xo'p, yerlarimiz bruchatka qilingan ekan, holati yaxshi. Endi asosiy uylarimiz bu tomonda joylashgan, 2 xona uy bor ekan. Bu tomonda darvozaxonamiz bor do'stlar. Bu tomonda bitta oshxonasi, sanuzel qismi bor. Endi qarang, bu tomondagi sanuzeldan boshlaymiz. O'zi aslida do'stlar, ushbu 2 qavat, mana ko'rishlaringiz mumkin, pishig'ishda qurilgan. Bu ko'cha tomonga qarab turibdi, magazin bor. Pastida 2 xona, tepada yana kattagina zali ham bor ekan. Oshxonani ko'rsatasiz obunachilarimizga. Oshxonani bitta ko'rib, obunachilarimiz o'z baholarini berishligi mumkin do'stlar. Hujjatlari joyida. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'stlar pastdagi raqamlarga bog'lanasiz va ushbu uy haqida ma'lumotni olib, kelib, ko'rib, ushbu joyda xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'p, bu tomonda aytib o'tgandek sanuzel hojatxonaga joyimiz bor. Mana bitta bekalla tiqib qo'yaveramiz. Sababi obunachilarimizga bir qator ko'rsatganimiz yaxshi. Xo'p, bu do'stlar aytib o'tganimdek sanuzel hojatxonasi. Endi u tomonda 2 xona uy bor. Hozir uni ham sizga operatorim chiroyli qilib obzor qilib beradi. Xo'p, kelamiz operator bu tomondagi 2 xona uyni ko'rsatamiz obunachilarimizga. Bularda ham ko'rishlari mumkin. Endi oladigan odam chiroyli qilib bitta o'ziga moslab olsa, ajoyib holatga keladi. Xo'p, bu tomonda bitta xona bor, ichkarida yotoqxona bor, darvozaxonani ko'rishingiz mumkin. Olib kirib bemalol ko'rsatishingiz mumkin obunachilarimizga. Xonalarda razmerlarini ko'ring, yaxshi holatda. Endi aytib o'tganimdek, o'sha o'zingizni biznesingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, do'stlar, bemalol ushbu joyda olib, sekin biznesni boshlab, soqaga urib yorsa bo'laveradi do'stlar. Bu tomonda yana bitta o'sha aytib o'tganimdek kattalar yotoqxonasi bor. Hujjatlari joyida, bemalol pulini notariusda sanab bersalaring bo'laveradi. Hurmatli obunachilarim, bunga ham e'tibor berib qo'yishingizni so'rab qolardim. Xo'p, hovlini ko'rsatdik do'stlar, xonalarni ko'rsatdik. Endi u tomonga o'tib, tashqariga o'tib, tashqaridagi magazinda va 2-chi qavatni sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Qani ket. Xo'p do'stlar, biz tashqariga chiqib oldik. Magazin qismini ham ko'rishingiz mumkin. Kattagina bitta xona, ichida yana bitta alohida xonasi bor. Aytgandek, bemalol bu joyda olib o'zingizni biznesingizni boshlasangiz bo'ladi. Magazin deysizmi? Aytib o'tgandek, hamma biznesga juda ham qulay joy. 2-chi qavatga chiqib, 2-chi qavatni ham bitta ko'rsatadi sizlarga. Xo'p do'stlar, 2-chi qavatga yo'l olyapmiz. 2-chi qavatda sizlarga bitta kattagina zalni ko'rsataman. Sababi bu zal do'stlar juda ham katta ekan. Joy egalarining aytishligi bo'yicha endi bu zalni olib turib, balkim перегородка qilsangiz bo'ladi. Qarang, juda ham katta, juda ham fayzli zal. Bemalol tashqari tomonda eshiklari, ko'cha tomonda bu uyning ichidan ham kirsangiz bo'lar ekan, lekin biz hozir ko'cha tomondan kirib ko'rsatishga harakat qildik. Bu tomonda yana bitta xonasi bor. Operatorim sizga qo'ldan kelganicha ushbu joyda obzor qilib beradi do'stlar. Xato, nuqsonlari bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Video yoqayotgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Manzillarni yana bir karra eslatib o'tishga harakat qilaman. Farg'ona shahar Polvon shashlik yaqinida, katta yo'lda bo'yida do'stlar, 3 uy do'stlar aytib o'tgandek 4 ta xonasi bor. Undan tashqari sanuzeli bor, gazi, suvi, sveti, kanalizatsiyasidan muammo yo'q, hujjatlari joyida. Olasiz, biznesingizni tars-turs yurg'izib, soqqa yurishtirib borsangiz bo'laveradi. Narxi $150 ming baho so'ralyapti. Albatta kelishiladigan joy bor. Kimgadir qiziq bo'lsa, mana pastga telefon raqamlari qo'yib qo'yapman. Bog'laning, gaplashing, savdolashing va ushbu joyda bitta qo'ldan xarid qilishlaring mumkin. Asl uy-joy savdo va Zinat uy-joy savdo sizlarga eng yaxshilarini qo'ldan kelganicha chiroyli qilib obzor qilib beradi. Ha, aytgancha, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'ling va eng asosiysi e'lonlar uchun telefon raqamlarimizni bir qator eslatib, keyin sizlar bilan xayrlashamiz. E'lonlar uchun telefon raqamlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90 535 1900 va 90 533 92 11. Farg'ona shahridan o'sha Sergap Azizbek, asl uy-joy jamoasi va Zinat uy-joydan sizlarga chiroyli qilib obzor qildim. Keyingi videogacha xayr, sog' salomat bo'linglar.